Dasturimiz davom etadi. Andijon viloyatida to'qimachilik sohasini rivojlantirish, xom ashyoni chuqur qayta ishlash va eksport hajmini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu borada zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlariga ega korxonalar muhim ahamiyat kasb etadi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Andijon viloyati mamlakatimiz iqtisodiyotining tayanch hududlaridan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda to'qimachilik tarmog'ida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida hududda zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlariga ega korxonalar faoliyati kengaymoqda. Xususan, mazkur korxonada paxta tolasini qayta ishlashdan boshlab tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarishgacha bo'lgan to'liq texnologik zanjir yo'lga qo'yilgan. Bu esa mahsulotga qo'shimcha qiymat yaratish va eksport salohiyatini oshirish imkonini beradi. Biz asosan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan paxta prajasini sotib olgan holatda butun sikl bizning korxonamizda mavjud. Chet elga mahsulotlarimizni sotishlik uchun butun xalqaro standartlar sertifikatlarini olganmiz. Misol uchun ISO sertifikatlarini barcha turlarini, OEKTEX sertifikatlari, ayniqsa bu Yevropa va Amerika talab qiladigan sertifikatlarni bugungi kunda olganmiz. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni xalqaro bozorda katta talabga ega. Bugungi kunda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni 80% dan ziyodini xorijiy davlatlarga eksport qilyapmiz. Ishlab chiqarishni yanada takomillashtirish maqsadida mazkur tadbirkorlik subyekti tomonidan 2025-yilda 1 million 97 ming dollarlik, joriy yilning yanvar-may oylarida esa 848 ming dollarlik texnologiya va uskunalar import qilingan. Bojxona organlari tomonidan taqdim etilayotgan bojxona imtiyozlaridan keng qo'llanib kelinmoqda. Jumladan tashkilot tomonidan 2026-yil hozir bugungi kuniga qadar 1.6 milliard so'm miqdoridagi bojxona to'lovlaridan imtiyozlardan foydalangan. Prezidentimizning 250-sonli farmonida taqdim etilgan bojxona to'lovlaridan boshqa imtiyozlardan ham bevosita foydalanish bo'yicha korxonaga yetarlicha tavsiyalar berildi. Bevosita eksport uchun zarur bo'lgan ayrim xomashyo tovarlari xorijiy davlatlardan import qilinganligi sababli bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimini qo'llash imkoniyati mavjud. Yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, eksport ko'rsatkichlarini oshirish va yangi ish o'rinlarini tashkil etishga zamin yaratadi. Bugun bu kabi zamonaviy korxonalar faoliyati tufayli Andijon viloyati mamlakatimiz to'qimachilik sanoatining yetakchi hududlaridan biri sifatida o'z mavqeini mustahkamlab, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport salohiyatini yanada oshirib bormoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmang.